Men qara, bugun nima ro'za tutmading? Sizlarga yolg'on, Allohga chin, bir kun oldin atrofini bo'ldim. Qizing bergan mehrni bera olmasak ham, Og'ir kuningda yoningda turamiz. Toy bola. O'zgartirmadi mansab oxiriga kelsin shu gaplar alding. O'ynab kul do'stim, davringni sur do'stim. Bu dunyoda g'animat, ko'ngilda har doim bo'lsin. O'ynab kul do'stim. senga yaxshi gapiryapti degani, Sen bilan gaplashyapti degani emas. Toy bola. yig'ishtir, mujik yig'ishtir. 2 kun oldin tanishgan qizingni onash deyish yig'ishtir. O'ziga jo'natib qo'yamiz. Ko'tar kamerani. Biz Royal Gardens'da zipline tushga chiqdik. O'sha bolalarni to'qirchishi boshladi. Voy, ketdilar mana shoxiga. Yo, men uchmasam kerak. Meni galim keldi. Bir ikki bismillah. Bozor qarang. Qalay? Mazza lekin. Do'stami? Bu слишком tez, bu tapashniroq, brat. Yuzini ko'rdingizmi? Voy, qizarib ketgansiz qarang. Qo'rqib ketdingmi? Voy, nimadir yomon urildim men lekin. Xullas, Royal Gardenga seni uchasizlar, mana birinchisidan yo'lakdan uchgandan keyin ikkinchi yo'lak bo'ladi. Ana o'sha paytda ikkinchisida tormoz bor ekanda, ushlab qolarkan. O'sha payt qo'rqinchli ovoz chiqib ketadi, qo'rqmanglar. Ana qo'rqib yutalib tuberkuloz bo'lib qoldi. Ey, gaz bo'lsa svet yo'q, svet bo'lsa gaz yo'q. Asha g'alati bo'lib qoldi. Bu podkast. Bir marta ko'rib qoldim. Yana o'tgan podkast. Bir marta aytdim. Patkavlik to'g'ri, ha. Umuman gapirmaysan. Nima podkast deb kulyapsan ustida? Chiqoq. Babram nega podkast Krugda obro'si-yu, do'sti. Qaq ketasanlar? Ovqatlanishga? Men ham bor-ku, meni olib ketlar. Orqani saddetelingni kimsiga qildiruvdim-da, sal o'shanga. Undan ko'ra o'rtoq Yandex chaqirib beraylik, yetib olasan, ha. Turamiz, Yandex keladi hozir. Balo bu narsa zakaz qo'rasizlar? Ha, Osh zo'r tema osh lekin borasanchi? Menga ana mastava bitta. Mastava ham yaxshi lekin osh zo'r. Osh yaxshi, osh yeymiz. Tak, 3 ta mastava beradi. 3 ta mastava ekan, osh kerak emas. Bo'ldi, 3 ta Osh mastava. bo'lsa ham yo'q dori yoki. O, bo'ldi. Ana 4 qiz hal bo'ldi. O, normal. Men kechqurunga chaqiryapti, istaqdasanlar-yu. Lekin biz 3 kishimiz, 4-inchimiz kim? Murtozo 4-chi kim mosu bo'ladi? 4-chilik конечно, menman-da. Yo'q, ularning ham orzu havasi bor-ku. Sal takoni bola xohlashyapti-da. Endi o'tkazordilaring lekin. Murtozo! Xo'p. Ertaga ko'rishamiz, brat. Omad, keyingi hayotingda. Singing low while I pop a bottle off of your chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Erimni chiqib kela qolay. Let's go, la la la. Bichamalada Instagram. Menga qaralaring. Meni qizg'anib, bir-biring bilan urushib, talashib, sochlaringni yulib yurmalar. Meni Spartikani tegida 124 ta ot kuchi yotibdi. Har kuni zalda filmovka qilaman. 62 tadan bo'lib beraman. Kelinga ham kuchim yetadi. O'y, kechmang. O taptiki. Yoqqara o'rgin. Tanishmaymiz. Laq.
alam qiladi-ya, takoy qizlar, latta bolalar bilan yursa. Takoy maslahat. Yaxshimisan? Yana o'sha muammomi? Yana so'ppayib turibsanmi? Menga qara, vaziyatni qo'lingga olmaysanmi? Qara, ovqat qilishni bilmaydi, kir yuvishni bilmaydi, ertalab zavtrakini qilib bermaydi. Va menga qara, gapir qattiq. Unga quloq solmasa, so'kishingga quloq solmasa, ras qo'yib yubor bo'ldi, nima muammo? Maslahatingiz yaxshi-yu, lekin Sardor aka, xotinim akasiz-ku, menga unaqa deyapsiz. Endi biz 20 yildan beri eplolmayapmiz, uka, qancha ovqat qilishni o'rgatgan. Mana eplolmayapman, nima qilyapti? Biz ham kelib ket. Talk big t-shirt Billy. Watch on my wrist, but I want that. Seni yangi ishxonangga olib kirib qo'yayotganimda, nima deb tanishtiruvding uydagilarga? Yaqin do'stim. Yaqin do'st. Qani men mashinani amaqingdan olib beryotuvding menga. Amaqa arzonroq qilib bering, bu meni nima deding? Qiyomatli jigarim. Qiyomatli jigarim. O'tgan oy bolalar bilan tog'ga chiqqanimizda mahalladagi bolalarga nima deb tanishtiruvding meni? Dunyodagi eng yaqin insonim. Dunyodagi eng yaqin insonim ne bo'lmasa maftunga qarab, yo'q, u meni o'rtog'im emas deding. O'rtoq, men ham to'g'ri-chu. Ro'za oyida men ham yolg'on gapira olmayman. Shuncha yolg'on gapirgan gaplarim ro'za Ramazon oyida yuvilib ketsin. Shunda sen meni o'rtog'imaga, a? Ol o'rtoq narsalar vobshe cho'tkilar. Uyalmaysizlarmi? Ramazon oyida hammaning oldida narsa yeb o'tirishinglarni qaranglar. Ozgina insof kerak. Birodar, ro'za tutmabsiz-a? Ne? Soat 12 bo'ldi, jinniromiz hozir saharlik qilamiz. Voy, ming bor uzr, aka. Aka boya, bu 2 setidan shunaqa chiroyli qiz tushib keldi. Ikkita mana shundoq xupladi-yu. Voy, qizni ko'rsangiz. 2 setdan ichidan men tushib kelsam ham takoy ko'rinaveraman lekin. Menimcha sizga Rolls-Royce ham yordam bermasa kerak aka. Chimim juda hayajonlanib ketaman. Bu narsa qilmasangiz bo'lmaydi, o'rgating. Ukam o'zingni bos, to'xta. Dona tushuntirib ber, gapir, nima bo'ldi? Asabiylashib, qon bosimlarim oshib, yuraklarim dukullab ketyapti. Bu narsa qilmasangiz bo'lmaydi. Ukam qara, men bekorga oldingda emasman. Men senga hammasini o'rgataman, ukam. Uylanganman-ku. Qara, hozir ichkariga kirasan. Sekin silaysan. Shap ochasan. Yo'q, men xonimon aytmayman, ukam. Shap ochasan-da, choy qo'shib ichib yuborasan. Qara, hayajonlanmaysan, asabiylashmaysan. Qon bosimlaring joyida bo'ladi. Hammasi chotki bo'ladi. Keyin Bu nimaga? immunitetingni ko'taradi, ukam. Bos gapga. Bos gap. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Soat metalga o'xshab kelibsizlar. Qarmochaganmizda. Nega? Mana shu bo'ladi. Meniki temir. Aka, nima nima? Profnastrel cherepitsa. Cherepitsa. Unda biz ikkita. Qanaqasidan? Menga go'shtligidan. Menga pepperoni. Cherepitsa. Kafir. Akalar. Bu sokol deyiladi. Yo, temirligiga men kafilman. Men metalmi? Da, metal. Paxtadan yaxshimi? Ancha yaxshi. Unda bizga 80 kvadrat berib yuboring. Hop, nimaga? Saunaga. Sauna quramiz. Aka, nima? Metal turba. Unda bizga mashina qilib 32 ta kesib bering. Nega? Oq qora qilib kesib bering. Aka, shashka o'ynaymiz, shashka. Aka, nima? Qora list. Unda bizga 5 ta bering. Nega? Aka, bowling qilamiz, darishkasiga so'ragan. Aka, nima? Chipr. Biz rangli printerni o'ylamiz. Spiskalar yozib oldingiz-a? Ha, yozib yubordim. 100 kvadrat patolog zakaz qilganingiz uchun sizlarga 5 kvadrat bonus qilib beramiz. Yanachi? Va dastavka xizmatimiz ham bepul. Unda bizlarni ham qo'shib dastavka qo'ringlar. Murtazo? Nima qilib turibsan? Bitta idea kelib qoldi, aka. Mana shu svetoforni qizil chirog'ni yuradigan qilib, yashil chirog'ni to'xtagan qilsa, odamlar qanchalik ko'nikib ketarkilar? Murtazo. Nimani yana hisob kitob qilyapsan? Aka, qarang, mana shu mashinani bor-ku, gazini bosganda to'xtaydigan, tormozni bosganda yuradigan qilsa, xalq qanchalik ko'nikib ketarkan. Tasavvuringlar bo'lsa kerak. Ukam, menga qara. Benzin narxi oshdimi? Ha, oshdi. Ko'nikdik, to'g'rimi? Ko'nikdik. Moshina narxi oshdimi? Ha? Ko'nikdikmi? Ko'nikdik. Qara, oylik bitta oshdida, ikkitadan kommunalkalar ham oshib berdi, to'g'rimi? Ha? Ko'nikdikmi? Ko'nikdik. Sen aytayotgan narsalar Эй, да qara bumba, para Шымкент, ko'chadagi shara-bara-bar, jetit, shit, как будто shit,
qilib eshik ochib bo'lsa, точно bo'laman deganman. Ha, ko'cha qo'yardim, men seni ko'chada tug'ib edim. Ne unaqa desoni bolalar bilan futbol ko'rib qolib ketdim. Bolalaringiz kechasi bilan molga o'xshab ko'shab chiqasalar, uxlasang bo'lmaydimi, ertalab tura olmaysan. Turaman, onam, mendan oqli turadigan odam yo'q bo'lsa kerak bu dunyoda. Qorin to'ylaydi, sirojli uxlash kerak. Xonani ahvolini qara. Bo'lmishlar mendan yaxshi yashasa kerak. Xotining tozalab qo'ymadi uylarni. Men hali uylanmaganman, mendan xotin maqsad. O'shulash kerak. Qo'lam olib ketdi. Keyin hamma ishni xotin qiladi. Only you. Va mol, vaqtliroq tursang bo'lmaydimi? Sen tengini ikkita bolali bo'lib dunyoning ishini hal qilyapti. Sen hali ham yotibsan, sasib turoningdan. Ha do'stlar, zero uylanmas ekansiz, biringiz ikki bo'lmay, hayotingiz shunday mazmunsiz o'taveradi. Bu gapim bilan nima demoqchiman? Tezroq uylan, dal. Shuna qarasam, gaz. Voy, shoh. Rahmat. Yili necha mana qancha yurgan? 18 yil minilgan. Bu mashina endi menga borib bir man tashlab ketgan eski qizimni eslatuvchi bo'lsam, Qizi Spark haydirmidi? So'rachi? So'ra. Murtazo? Qizingiz Spark haydirmidi? Murtazo. Qizini rangi sal qoraroq emasmidi? Asfalt ko'rganmikan? Hech qanaqa Asfalt ko'rganmikan yoki? Anaqa asfalt ko'rmaganmi qizing navoda? Nimasi? U eslatadi bo'lmasa Murtazo. Mana mashina. Va bu mashinani nima sani qizingni eslatyapti, ha? Boya minilganligiz. Hop. Meni ham qizim 3 yil minilganligida esimga tushib ketdi. Brat qattiq yurtdi-la. Allohga tozasi bormi? Changi to'rlari qanol, orqa tozami orqalaring. Toza ketdi. Soqqa keladi, havo uchib boradi, soqqana ber. Mazayni qil. Oka, menga. Qolmadi, oxirisini bunga berib yubordim. Tanimayapsiz, okami? Kimsan, tanimadim. Voy. Hali, Sobir aka, bu yerda g'alati ish bo'pti, aka, cho'ta yo'lda boryaptilar menga. Gaplashing. Kim? Sobir aka. Alo. Ha, brat. Bo'ldi, qalqib beraman, faqat qimmatroq bo'ladi. Ha, bo'ladi. Soqqani ber. Mana. Nima kichkina bu? Chorvonlik ukam. Bunga izzachi, o'rniga ham izzatisiga ham havo beraman, ozgina och. Chisnomi, aka? Bakteriyaga qarshi ukam. Aka, yaxshi ish qilmayapsiz, lekin men havola ochilib ketgandan keyin sizlarni ham ishtoq deydi. Ukam, bizani ish sezon-pezon tanlamaydi. Xalq nimadan qiynalsa, o'shani sotib soqqa qilamiz. Menga qaralaring, gaz zapravkaga o'chib boshlanmadimi? Nima qilay? O'ynab yurganim yo'q-ku, yaxshi ko'raman, lekin men ham karyeramni tuzib kelib ishxonani mumarlashtirib bo'pti. Jonga tegib ketdi. Nima bo'pti, o'rta? Et dardingni. Kim seni xafa qilyapti? Qizimda o'rta gapirayotgan gapini qara. Ishingizga vaqt ajratasiz, menga ajratmaysiz. Internetda ja ko'p o'tirasiz, qizlar bilan yozishasiz, uyga kech borasiz, sizdan xavotir. Masjidgacha kelib ketdi boru. Qara, men senga zo'r maslahat beraman. Mazza qilib yurasan. Shundoq xayrlash bortini ber. Choyxonaga mazza qilib borasan. Internetda xohlagan odaming bilan gaplashasan. Ko'chalarda bemalol 2-3 kez sanglaysan. Degan ovozda bo'lmaydi. Mazza qilasan, miyang tinch yuradi. Sen ham o'rtoqsan-da endi. Hozir sen menga qarab turib javob. Sen adashyapsan. Sen uni ko'ngliga qaragin, chunki uylanasan. Hozirdan ko'ngliga qarab, ko'nglini olsang, ertaga ota-onangni ko'nglini oladi u. Deyish o'rniga gapirayotgan gapingni qara, Murtazo. Shunaqa qilib bo'lmasa, menga nima deysan? Endi jonga ham tegib ketadi. Sen nima qilishga jonga tegib ketadi? Har tugulani yopishqoqdan qutuldim, o'zim bor ekan bo'ldim-ey. Bagajing muncha kichik. Nima qilsam bo'pti? Men boraman, razborga jo'ram uchun boraman deb bagaj o'tiraman. Birga bir, ikkiga birga deb urib tashladim. Yo'q, ikkiga bir yo'q deydi, faqat birga bir. Sen slabiysan, Jo'rajon, men chesting uchun urishib, maybini chiqarayman bachaman. Yo'q, u faqat birga bir, tushunsanmi? Birga bir. Qera u birga bir. Jabbor og'ayni PlayStationga chaqiruvdi, o'shan ketyapti-ku o'zi. Men sen urushasanmi deb bagajingga qisilib yuraman. Ya o'zingga bilad, PlayStation men urush bo'lsa cho'qib bagajga bo'laman. La. Zaministrni xotini emas ekan. Chiqdi-yu, PR ekan. Kim ekan endi bu 40-13-a? Bitta sir ochaman desang, ko'tarsang bilasan kimligini. Ko'tarsang bilasan. Alo, menga qara. Alo, pul qo'llikini deyishardi-yu.
Puli yo'q-da, lekin qo'lim kir. Mayli-chi, ol, yoqimli ishda. Men senga bitta sir ochaman. Qo'lingni yuvib kelsang toza bo'ladi. O'rtoqmash tata bilan Oybek yo'lda chetda turgan qizni kechqurundan nima qilib turar ekan? Sen bitta sirni ochaman-da. Kerak emas. Ular ancha oldin ochilib bo'lgan. Sirlar. Javob, $1 million topib oldik. Nima ishli qilib tashagan bo'lardi o'rtoq? $1 million topib olsam, birinchi bo'lib qarzlarimdan qutulardim. Qolganigachi? Qolgani kutib turar, keyinroq qilib berarman. O'zing nima qilarding? Voy, bitta uchastkani jinnisidan qurardim. Chorvoda 2 etajli uchastka. Bitta mer solib, qolgan puliga 30 ta jentira arendaga chiqarib yuborsam, voy boqib yotadi umrim oxirigacha. Men qilaman 30 ta jentrani bittasini men berarding-da. Men senga takki berib yuborishim kerak. Nima qilibdi? 30 ta, 1 million ichida Mariam 14 orzu ming. havaslarim bor. 1 million ichida 14 ming nima degan gap? Qanaqa qilib men senga takki berib yuboraman? Bu necha yillik o'rtog'imizda bersang nima bo'pti? $14,000 narsa. Bitta jentra 30 ta yuzanda. Qanaqa qilib takki berib yuborishim mumkin? Sani pul o'zgartiribdi boru, sen orqalab keta olmaysan. Esingdan chiqarmaman shu gapni. Tushundingmi? Noto'g'ri ish qilding. Men senga takki berib yuborishim kerak. Yerdan topib olmam shuncha pulni. Ey, ishlamagan tishlaydi. Kelishini qarayadi. Avvallar. Qaraysan? Sen bormisan, netriymiz, ha? Yo'q, chitiyman. Kayfiyatingiz zo'r, tinchlikmi? Yo'q, beruli. Maxim Gorki. Sizlaringmi? Bo'ldi, seriously baka. Menga qara. Har doimgidek qizlaring oldidan kelyapsan. Ertaga tovutingni biza ko'taramiz, ular emas. Gaplaring to'g'ri. Tovutimni senlar ko'tarasanlar. Lekin menga bola tug'ib bera olmaysanlar-ku. Kutganmi? Tayyormisizlar? Men sizlardan ko'ramanlar. Like. Ketdi, yoshligiga qaytamiz. Dili dumbali. Odamni cho'chitib oldilaring. Va pipkalarni tiptonlaring. Nima qilamiz buni? Bilmayman. Vallahi boshim yomon og'riyapti-da. Voy chertudim, hali ham og'riyapti. Emas. O'sirgani ko'tiga shipon chiqsin. Arozi. Mandan tashqari. Mandan tashqari degani ko'ti qishqa. Maktab chog'larimni eslab qiynalar qalbim. Sevgimiz xor qilolmagan o'tgan kunlarim. Ana tog'im, maza xillashlik holatida o'zi shanba kuni borib, tog'ga chiqish kerak. Odam bo'lmaydi, it ham bo'lmaydi. O'tga ham bo'lmaydi. Shu yerda yashaydiganlar bor-ku, Toshkent Cityga kirib o'tgan ekan dam olishga. Dushanba, seshanba, chorshanba kunlari borib, dachalar shunaqa ko'tarib o'tgan ekan. Vaqti yo'lda probka vaqti. Odam tiqilinch, bir-biring bilan manda qo'tasan yo'ldan. Lekin rostdan ham shunaqa bo'lsa bo'lardi. Shanba kuni kelamiz dedilar, probka bo'ldi. Orzu hammasi bo'lib qoldi, hammasi ketdi. Yakshanba kuni kiyimalaring degan. Topdim. Qozog'istondan shikolat olib kirib sotamiz, qani. Ya pul kerak unga. Bekorchilik vaqti jonga tegdi. Bolni keldi, yomon ekan. Ancha borgan kerak. Yo'q, ideya. Men bitta qiz bola profil topdim. O'shaning nomini tapichga ming qilamiz. Okey. Bloger bo'lamiz. Qani deydi bo'lamiz. Yo'q, ijod qilamiz. Faqat ijod. Reklama giveaway qilmaymiz, faqat ijod. Tashalamiz. Ijod. Assalomu alaykum, Instagram 747 obunachiga ega bo'lganimiz munosabati bilan o'zimizni shaxsiy itam deb nomlangan giveawayimizga start bermoqchimiz. Bizda asosiy sovg'a mana shu Nexia Blair avtomobilini chap tomoni kalpagi azizlar. Bizda reklama Farqatskida 10 ming so'mga sotiladigan ajoyib ishlarga asqotadigan umiddamiz. Bizda yana bir bor reklama Kuchinski bolalar uchun ajoyib taroqlar sizga. Bizning bosh homiyimiz Fahmoq opa naskilari. Белый это белый, черный это черный. Ну, погнали! Sizda ham pul ko'payib ketdi. Sening ichidan pishgan do'st. Yana boshladingmi shu ishingni? Instagramga kirmalar, iltimos. Ey, mashtunga to'xtab qoling bir Salma urib to'xtang bir ata. Necha bo'ldi aka? 15 ming so'm bo'ldi siradan. Men beraman. Menda mayda bor. Menda oylik chiqqan, men beraman, bolli. Qatdan ham gapirdim, qisib o'tirsam bo'lar ekan. Tezroq berib yuborsang-chi, vas yo'q. Ana aka. Men beraverardim. Qo'yxonadan soda ham chiqmadi. 5000 tushadigan joyi edi. Bolli. Bolla. Men shunday qilib chiqaman, kelaman. Hozir bir.
Nechi pul bo'pti? Menga 500 ming yetmasa Men faqat choy ichdim, choyga to'layman. Men mashinadan olib beraman hozir. Yig'ib bolalar noto'g'ri ish qilamiz dedi doim. Kelinglar, mana qilaylik. Oki shu to'laverasizmi? Bolalar to'lamadimi oki? Siz yetib ketishdi. O'zlari qani? Ana? Some love them, some love them. Come on, I'm jump on them. To'g'rida. Come on, I'm jump on them and them love them. Some love them, some love them. Come on, I'm jump on them and them love them. Some love them, some love them. Kutganmi deylar? Tayyormisizlar? Biz kishini sog'indim. Davay o'tda. Birinchi oddiy oling, birinchi oddiy, ikkinchisida biz bilmay qanday bu. Bayraming muborak bo'lsin megajin.